Shunaqa oshnangiz bo'ladi, aybishingiz yo qanaqadir xato qilib qo'ygan bo'lsa, so'kish eshitasiz, terapiya olib turadigan oshnangiz bo'ladi, bilasizlarmi? Har doim ota-onangiz oldida ham, undan ham yomon haligi maktabda testmi, nazorat ishimi bo'lib qolsa, ustozlar aytadi-yu, oldingdagi bilan almashtirib tekshirish javobini deydi-yu, bilasizmi? Meni eng yaqin oshnam o'tiradi oldimda. Haligi bola endi o'zi ustoz tekshirsa 40 tadan 12 ta to'g'ri chiqadi. Ammo haligi bola she'rlar bilan boshlaydi. Salom bilan boshlanarsiz. Mana bu varaq asli bebaho. Javoblarga ishonmas ko'zim, testimizni yetibdi daho. Qarang, yetkazadi. Ustoz bu bola olimpiadani uruvini emas, o'sha. Bu bola zakovatga chiqsa oladigan bo'lib qopti o'sha. Tarixdan Gerodotga dars beradigan bo'lib ketibdi. Test matematikadan bo'lyapti. Ustoz ishaning hammasini to'g'ri topib, oxirgi ikkita javob ham qo'shib qo'yibdi, unga o'zingiz savol topib olasiz ekan. Ustoz, bunaqa o'quvchingiz borligi uchun siz yig'lab shukr qilishingiz kerak, yig'lab, ishonasizmi? Pensiyaga chiqib keta olishingiz kerak. Bu bola bilan bir zamonda yashayotganimizga rahmat aytishimiz kerak deb o'ram.